biz albatta shu zalimizga Uchko'prik tumanidagi shu zalimizga kirib keldik. Bu tomonda mana erishilgan yutuqlar. Albatta bu o'zimizga erishilgan yutuqlar ko'rishlaymiz shu nimamizda. Uchko'prik tumani zalimizni mana ko'rinish qismlari. Uchko'prik tumani sport maktabining o'rinbosari Haydarov Shavkat akamda hozir ham suhbat bo'lib, suhbatlashib ko'rishamiz. Bu yerga erishgan yutuqlarni akam bilan tanishib chiqamiz. Assalomu alaykum ustoz, hormang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz ham bezovta qildingiz, uzr kechirasiz endi. Rahmat. Avvalambor Uchko'prik bizni sport maktabiga xush kelibsizlar. Mana biz hozir Haldor Baxtiyorjon eski bizni tajribali murabbiyimiz, ushbu sport turidan sport maktabida ko'p yillardan buyon mashg'ulot olib boradi. Bu yigitimizni respublikada, Osiyoda, qolaversa jahonda erishilgan natijalari juda yuqori, yaxshi baholaymiz. Mana kuni kecha O'zbekiston chempionati o'tkazilgan sport musobaqasida ham 10 nafar o'quvchilari, shug'ullanuvchi sportchilarimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarni egallab keldi. Bundan tashqari mana jahon chempionatida bo'lib o'tgan bu viloyatda tarixga yozilsa bo'laveradi. Holdarov Behruzbek o'sha jahon chempionatida ishtirok etib, tajriba orttirib keldi. Biz o'ylaymizki, kelgusida mana shu Uchko'prik tumani sport maktabidan ushbu sport turini yanada rivojlantirib, tumanimiz, qolaversa viloyatimiz respublikada, jahonda chiroyli natijalar qiladigan umidda ishonch bildirib qolamiz. Rahmat ustoz. Endi bu qilichlarimizni ham ko'rsak, tanishsak bo'ladi medallarimiz bilan. Mana bu shu sport turimizda shu. Mana aziz do'stlar, hurmatli ota-onalar, mana bu tomonda erishilgan o'sha yutuqlar, mana medallarimiz albatta. Mana bu yoq tomonda yana o'sha medallarimiz. Bu qilichbozlik nimasi ham bor-da bu sportimizda. Albatta. Sportda endi bu shu sport turida ikkita yo'nalish bor. Ta'lim va sanda yo'nalishi. Ta'lim yo'nalishida shu jangovar sport anjomlari bilan palkalar, qilichlar bilan har xil turlarni ko'rsatib, hozir O'zbekistonda Osiyo o'yinlarida natija qilgan Darya Latisheva qizimiz bor, jahon chempioni bo'lgan. Osiyo o'yinlarida 2-o'rinda olgan. Ta'lim yo'nalishida uni YouTube'dan ham hamma joyda nima berib, poisk berib, faoliyatini ko'rsalaring bo'ladi. Sanda yo'nalishi endi asosan jangovar yo'nalishi. Kitayskiy rukopashniy boy deydi bizda tilda, sanshu deyiladi. Shundan sportchilarimiz faoliyatini olib borib kelyapti. Ustoz, Xitoy Respublikasida ham shu musobaqaga borgan shu nimamizdan borganlar bor-a, shogirdlarimizdan. Endi hozir Farg'ona viloyati tarixida ilk bor Xidirov Behruzbek shogirdimiz Xitoy davlatining Tianjin shahrida sanda yo'nalish bo'yicha 52 kg vaznda ishtirok etdi. O'zini yaxshi natijalar ko'rsatdi deb bilamiz, tajriba to'plab keldi. Birinchisiga yomon emas, endi Xudo xolasa yana yaqinda avgust oyiga Turkiyaga Yevrosiyo chempionatiga ikki nafar shogirdimiz ketyapti. Shuhrat Muhammad Rizo hamda yana Xidirov Behruzbek, Xudo xolasa yuqori natijalar ko'rsatib keladi degan umiddamiz. Xudo xolasa mashg'ulotlarni taklif etamiz, bir ko'ringlar. Xudo xolasa. Rahmat ustoz. Rahmat hammalarga. Endi bu videolarimizni katta qismlarini Xudo xolasa hurmatli kuzatuvchilar YouTube tarmoqlarida ko'rishlar mumkin. Albatta sizlarni kutib qolamiz. Shogirdlarimizga Xudo xolasa ustozlar shogirdlarimizga qabullar ochilgan-a? Hozir qabullarimiz bo'lyapti. 3 smenada faoliyatlarimizni yurityapmiz. Kesin shug'ullansin. Farg'ona viloyatida shu federatsiyasida o'nlab murabbiylarimiz bor. Bu yerda ham 2 nafar murabbiy faoliyat yuritamiz. Bemalol joylarimiz yetarli, kelsa guruhlarga taklif qilib olamiz sportchilarni. Xudo xolasa. Rahmat ustoz, sizlarni ham nimalarga oldik. Xudo xolasa kelajakda o'zimizdan jahon chempionlarini chiqishlarini kutib qolamiz. Shunchalik sharoit yaratib bergan muhtaram prezidentimizga, oblast hokimimiz, tuman hokimlarimizga, sport federatsiyasining boshlig'lariga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar ustoz. Sog' bo'linglar, rahmat.